Biz aldın qitim söhbetimizde farzandning ota-ona ustidagi haqlaridan ta'lim tarbiya haqida to'xtalib, ota-ona farzandni uning aqliga ko'ra uslublar orqali tarbiyalashning muhimligi, kichik vaqtidan tortib Allohni tonitib cho'ng qilishning ahamiyati qatorliqlarning ba'zi ro'shan misollar bilan tushuncha berib o'tgan edik. Xulosa qilib aytganimizda dodining balg'a o'gitisi zarur bo'lgan ilmlar nimalardan iborat? Bu haqda bir tushuncha berilgan bo'lsa. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala amma ba'du. Endi bu savolga qarta, ya'ni dada balaga nimalarni o'rgatish kerak degan savol bizga shuni eslatadi. Ya'ni dada, ya'ni bir kishi, dada bo'lgan kishi kelgusiga millatning qanday millat bo'lishini, qanday jamiyat bo'lishini arzu qiladi yoki umid qiladi degan bir nokta buni bilan cho'nqur munosabatli. Chunki bir jamiyatningki her 20 yillik holati yana bir jamiyatni ishlab chiqaradigan vaqt. Bola tug'ilib, shu 20 yosh, 25 yosh kirgichi bo'lgan oralikda kela jamiyat, ya'ni kelgusi bir davriningki kishilarni yasab chiqadi mana aytgan vaqtda. Dada balasiga nima o'rgatadi, nima o'rgatishi kerak degan savolda kelgusidagi millat, kelgusidagi ummat, kelgusidagi jamiyat qanday jamiyat bo'lish kerak degan nuqta bilan zich munosabatlik. Ya'ni kelgusidagi jamiyat Rabbini tunigan, Rabbining hayot manhiji qilib yashaydigan bir jamiyat bo'lishni orzu qilsa, shunga ko'ra ish ko'rsin. Kelgusidagi jamiyati, o'zining millati, bu ummat boshqalarga qul, xor, boshqa tarafdan elivilingan, besivilingan shaklda yashashni orzu qilsa, shu shaklda muomala qilsin. Kelgusidagi bu ummat, bu millat aziz, o'zining egiligi o'zining qulda, o'zining huquqi o'zining qulda. Başqalardan ügünüdüğün emas, başqalarga ügütüdüğün, başqalardan alıdığın emas, başqalarga biradiğin, başqalardan yardım so'raydigan emas, başqalarga yardım beradigan bir jamiyat bo'lishni orzu qilsa, dada shu ishlarni bolalarga o'rgatsin. Endi masalan biz yaşagan shu o'tib ketgan bir qancha qatimliq, bir qancha dönem vaqtlarni aytsak, 25-30 yil mezgil keyinki 25-30 yillik mezgillik jamiyatninki qanday bo'lishini belgilaydi. Xususan men bilgan yaqinqi tarixda 80-yillardan keyingi tarixda bizning o'zimizning millatiga qarasak, biz hatto dinimizni import qildik sirtdan. Masalan shu 49-yildan 80-yilgacha bo'lgan davrda bizning vatan sirtqi aloqasi butunlay uzildi. Mescidler yıkıldı, kitaplar köydüreldi, ölümalar sulandı. Kişilerin din ügünüş fursati asla ve asla kalmadı. Din ügünüşler emas, bir milletin terakkiyatı için ügünüşke tegişlik bütün bilimlerin ügünüş fursati asasen bulmadı desek mübalağa bulmaydı. 80'li yıllardan keyin vatanda islahat içivetiş namıda bir esliga kelish şeklinin içivetilişi oldu. Şu vaqtdan keyin masalan diniy nuqtadan aytsak, bizning chet elga chiqib o'qib kirgan qarindoshlarimiz asosan vatanning, millatning kelgusiga qarta hozirlangan, planlangan bir şekildagi diniy ilm emas, balki o'zi o'qigan rayon, o'zi o'qigan davlatdagi ma'lum bir siyasi plan yoki undan boshqa har xil uqumlarni ko'tarib kirgan ahvollarni inkor qilmaymiz. Shu Osmanlı xalifaligi yiqilgandan keyingi dunyodagi siyosiy bo'linishlar, har xil kichik davlatlarning borliq kelishi, har taraf o'zining manfaatini o'ylash nuqtada hatto biz bugun tushunganimizda nurg'un davlatlar, nurg'un rayonlar yoki nurg'un musulmon jamiyati o'zining kelgusidagi ahvoliga yarasha bir ma'rif sistemasini quradi. Bizga ma'rif sistemasi shu shaklda kirib, o'zimizning manfaatiga kepillik qilmaydigan bir holatga keldi. O'zimizning manfaatiga qana qilinmadi, kepillik qilinmadi. Ya'ni Uyg'ur masalan bizning millatning
dini ahvoliga yarasha o'rtada bir diniy uqum bo'lmay qoldi. Bu haliqi ko'p nisbat nuqtasida deyotgan gap mutlaq deyotgan gap emasda. Endi boshqa nuqtalarga qarasak, bu diniy nuqtadan boshqa nuqtalarga bizning kasallarimiz men bilib boshqa millatning oldida yetib davolandi. Bizning öy imoratlarimiz boshqa millatning qo'li bilan silindi. Hatto masjidlarimiz qadar dinsizlarning qo'lida silindi. Bizning iqtisodimiz boshqalarning qo'lida bo'ldi. Mushu o'tib ketgan 30 yilda. Bularning hammasi nima deganda, uning oldidagi, ya'ni shu 30 yillik atrofidagi bir bilimsizlik, bir bo'shliq, yani bilim o'rganish fursati bo'lmagan bir bo'shliqningki natijasi keyingi 30 yilda favqulodda o'zini ko'rsatdi. Endi men shunday demoqchiki, kechiksakmi o'zimizni tuyib olish, o'zimizning kim ekanligini, nima bo'ladiganligimizni bilish va uni ko'ra ish qilishga kechikmaymiz. Shuncha kechikkan bo'lsakmi, bugun uyg'onsakmi kechikmaymiz. Ya'ni bugun ota-onalar bolalarga nima o'rgatadi? Bugun ota-onalar bolalarga oldi bilan bu millatning qanday millat ekanligini, kimning avlodi ekanligini, qaysi dinda davomlashib kelganligini tarixdan tortib, qaysi din, qaysi qimmat qarash, qaysi bir prinsip bilan hayotda dunyoga ma'rifat, madaniyat o'rgatgan bir millat bo'lganligini, qachondan biri xarob qolganligini, buni biladigan bir holatni o'tish kerak. Ya'ni mana shu vaqtda taxmin ne desak, o'zining dinini, qimmat qarashini, hayotdagi tutib boradigan yo'l, prinsipini, o'zining Robbini o'tish kerak birinchi qilib. Bu bizning millatning millatligini saqlaydigan birinchi omil. Undan keyin millat kelgusida hozirga qadar boshqalarga yelinib, yalurib, qul bo'lib, boshqalarning ostida yashagan kunni bundan keyingi millat ko'maslik uchun keraklik barliq narsalarni o'rganish kerak. Hayotda bir millatning g'alaba qozonishi uchun, o'rnidan dast turish uchun, o'zining aslidagi izzat sharafini qo'lga olish uchun o'rganishga tegishli kerakli butun bilimlarning hammini o'rgatish kerak. Bu tabiiyki dada bolaga bir kun bilan qildigan ish emas, ammo bolaninki o'qish sistemasini bu bo'yicha loyihalamak lozim. Buning tafsiloti bak cho'nga bir ma'rif sistemasi bu. Ya'ni bola tug'ildi, bugun yerga tushdi. Mush yerga tushgan kunidan tortib ta 25 yoshga qadar masalan bola mayadan o'qib mayaga yetib keladi. Bu bola 25 yildan keyin manda shaklda baluldi degan bir ong uqum dadaning qallasida bo'lish kerak. Dada bolasga mana mushuni o'tish kerak.